Xo'p, demak bugun 2025-yil 27-oktyabr kuni haftalik tahlilimizni boshladik. Demak bizda haftalik ochilishi qanday bo'ldi desa, bizda ya'ni umumiy holatda bizda qanday bo'ldi desa, mana yuqoridagi likvidni oldik. Yuqoridagi likvidni olgandan keyin pastdagi likvidni oldik. Pastdagi likvidni olgandan beri biz buy dedik, faqatgina qayergacha? Shu 115 ming, 116 minggacha. Mana shu 116 mingda tana bilan yorib chiqib olsakgina, keyin biz yana bitta 120 ming va ATH ko'rishimiz mumkin deb aytdik. Ya'ni hozirgacha shu qarashdamiz. Faqatgina bu yerdan diskant zonada ya'ni buy deb rosa aytdik. Diskant zonada olganlar alhamdulillah foyda qilyapti va foyda qilishdi ham deb o'ylayman. Endi hozir esa biroz ehtiyot bo'ladigan, ya'ni nima uchun desa, biz birinchidan premium zonadamiz, ikkinchidan mana bu resistent zonaga kelib qolganmiz. Shuning uchun foydalarni olib biroz sabr qiladigan joydamiz. Agar bugun nasib qilsa shuni breakout qilib bersa, ya'ni 116 ming yuqorisida, keyin erta endi nasib bizda mana pastda qolib ketgan gapga tushib to'ldirib, keyin bu yerda yana dalshi 120 ming va ATH gacha kutishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy holatda haftalikda ham ahamiyat bersak, bu yerda bizda order blok shakllangan. Bu order bloki 0.5 gacha chiqishligi mana ahamiyat bersak 117 minglar to'g'ri keladi. Ya'ni 116 ming, 117 ming. Va kunlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak ham bu yerda mana likvid va FBG 0.5 ga to'g'ri keladi. Ya'ni 117 ming dollar. Shuning uchun mana bu likvidni bizda tana bilan olib yuqorida berkilib bersa, bugungi kunimiz biz keyingi navbatda nima qilamiz desak, keyingi navbatda misol uchun premium diskant tortamizda deylik, mana shu 117 mingda berkildi va buni korreksiyasini kutamiz. Diskantga tushishligini. Diskantda nima topamiz? Support, ya'ni bu yerda mana birinchi supportimiz 110 ming 400 da, keyingilari esa bu FVG'lar, ya'ni diskantdagi support zonalar. Mana shu joyga tushishini kutamiz va bu yerdan reaksiya berishiga qarab turib, yana biz savdoga kirib olsak bo'ladi. Chip qayergacha desa, yana o'zini likvidi va 120 ming ATH gacha kutsak bo'ladi. Shuning uchun demak Bitcoin bo'yicha, ya'ni bu Bitcoin ko'proq Bitcoin analiz qilamiz. Nima uchun desa, bu umumiy bozorda harakatini ko'rsatib beradi. Demak Bitcoin bo'yicha holat shu, ya'ni katta o'zgarish yo'q va kunlik qarashlarni ham qilib ketyapmiz. Endi Ethereumga o'tkazadigan bo'lsak, demak Ethereum bo'yicha ham boya ertamanga videoyimda ham aytganman, ana shu holatdamiz. Ya'ni bu yerda Ethereumda ham xuddi shunday holat, ya'ni haftalikda order blok bor, bu 0.5 largacha chiqishligi, kunlikda esa bu yerdagi likvidni olishi mumkin bo'ladi deb kutganmiz. Ya'ni bu yerda hozir bu Ethereum olmasdan ham pastga reaksiya berishi mumkin. Nima uchun desa, Bitcoin bilan S&P divergensiya bo'layotganligi uchun, ya'ni bu yerda Bitcoin olgan, Ethereum esa olmasdan turib pastga reaksiya berishi mumkin bo'ladi. Hop, endi Ethereumni ham kuzatadigan bo'lsak, qayergacha tushishi mumkin potensial deydigan bo'lsak, demak Ethereumda ham bizda gap qolgan, ya'ni 3000 shu 980 dollarlar atrofida, va bu support zona hisoblanadi. Agar undan ham tushadigan bo'lsa, keyin bizda mana olinmagan likvidlar bor. Bitcoin buni olgan, Ethereum olmagan. Endi yuqoriga chiqib Bitcoin buni olyapti, Ethereum yana olmayapti. Bu safargisida esa Ethereum buni olishlik ehtimoli ham bor. Bu yerda hozir endi olarkan deb turib savdodan chiqib olish yo'q. Faqatgina foydalarni olib, stoplarda ko'tarib, hali savdoga kirmagan bo'lsa, sabr qilib tursak, bizda confirm bersa yoki bo'lmasam korreksiya qilib bersa, keyin biz yana bemalol savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Potensial Ethereumda shu 4000 dollar, ili undan pastroq esa bizda 3850 dollar va yana pastroqqa tushadigan bo'lsak 3700 dollargacha bir qator korreksiya qilib berish ehtimoli bor Ethereumda. Hozir Ethereum ham bizda qarshilik zonadamiz, ya'ni bu yerda shakllangan order blokda bo'lsak, mana shu joyda yana bu reaksiya berib pastroqqa tushishimiz mumkin. Mana shu 4000 dollarda pastiga tushmas ekanmiz, biz bo'lishlikni yo'qotmaymiz. Ya'ni 4000 dollar, chunki bizda birinchi support zona, shu 4000 dollarda pastiga tushmas ekanmiz, biz bo'lishlikni yo'qotmaymiz. Ya'ni bu yerga bemalol kelib, bu yerdan kuch olib, yana yuqoriga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi Ethereum pastga tushadi degani, bilamizki 90% altcoinlar bizda korreksiya qilib beradi degan.
korreksiya qilib bergan paytda efirun bu yerda reaksiya olishni boshlasa altcoinlar bizda yana bo'lishlik holatiga qaytib qoladi degan. Shuning uchun buni ham bir hisobga olgan holatda savdoga hali kirmaganlar bo'lsa, savdoga kirishlikka biroz shoshilmaganimiz ma'qul. Yo konfirm bergandan keyin yoki korreksiya qilgandan keyin savdoga bemalol kirsak bo'ladi. Bitta narsani tushunaylik. O'tganda pastda misol uchun signal berdim, bayga dedik, ya'ni potensial Allohning fazli va taxminlarimiz o'xshab kelyapti va o'xshadi ham. Nima uchun desa, oddiy bir dona sabab qo'rquv indeksi 25 da yuradi. 25, 27, 20 shu atrofda. Tabiiyki bunda bir ko'tarilish bo'ladi. Mana shu paytda juda ko'pchilik qo'rqadi. Hozir qarang, mana biroz ko'tarilishlikka, ya'ni 2 kun ko'tarilishlikka ochko'zlik indeksi 55 dan o'tib ketdi. Ya'ni 50 ni yuqorisida yuribdi. Bu degani pastda qo'rqqan insonlar endi kiryapti degani. Endi bozorga kiryapti, burilishlikka ya'ni longga kiryapti degani, long likvidlar ko'payapti degan. Bozor nima qiladi? Tabiiy, yana ketmoqchi bo'lsa ham bitta longchilarni likvid qilib keyin ketadi. Shu narsani inobatga olgan holatda biz mana shu likvidlarni olib support zonaga tushishini kutishimiz kerak. Agar hozir kirib olsak, biz mana bu korreksiya qilgan tushgan paytda qo'rquv bo'ladida bizda yana sotaveramiz. Bozor yana yurib keladi, yanada yuqorida kirishlikka odatib qoladi. Shuning uchun ko'p aytaman, haliga sell premium, buy discount. Discountdami, support zonadami risk qilishimiz kerak. Risk qilishdan qo'rqmasligimiz kerak. Lekin bizda aksi bo'lib qolgan, faqat o'sgan, ya'ni yashil narsaga yopishamiz. Bozor ham yashil bo'lsa, hozir bugun turgan ko'pchilik qarasa bozor ham yashil bo'lib ketgan. Vau, o'sib ketibdi-ku, ko'lini olish kerak, endi o'sib ketadi, ya'ni managa chiqadi. Bitcoin 120 ming ATHga mana signalda ketdi ko'p joyda. Ethereum 4500 ATHga signalda ketdi. Nima uchun shu pastda turganda shu narsani olishlikka, risk qilishlikka qo'rqamiz? Har doim mana bozorda shuncha paytdan kuzatib kelyapmiz. Tushgan narsani o'sishi bor-da, o'sgan narsani tushishi bor. Shu narsani to'g'ri ma'noda qabul qilib, o'zimizga shuni amal qilishlikka bir ahd paymon qilib nima qilmasak, hech kim siz oldingizga kelib qo'lingizdan depozit olib foydaga olib chiqib qo'ymaydi-da. Shuning uchun o'zimizga o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Va bu narsani ko'p aytyapman, aytishdan zerikmayman, charchamayman, yana aytaveraman. Har doim diskountda sotib olishga harakat qiling. Har doim premiumga chiqdimi, ya'ni qimmat zonaga chiqdimi, sotishga harakat qiling. Foydalarni olishga harakat qiling. Chunki o'sgan narsani tushishi bor. Tushgan narsani esa o'sishi bor. Xo'p, shunaqa ekan, yana aytaman, buni ertamanga kunlik qarashda ham aytganman, yana aytaman. Mana shu joylar yorib chiqilmagungacha tana bilan bizda burilishlik yo'q. Ya'ni bu yerdan korreksiya berib ehtimoli juda yuqori. Hozir biz sabr qilib tursak, bu breakout qilib bersak, keyingi korreksiyada yana burilishlikka qiziqaramiz. Yoki bo'lmasam hozir o'zi korreksiya bersa, mana shu joylardan yana burilishlikka qiziqib bemalol savdoga kirsak bo'ladi. Bitcoinda bo'lsin, Ethereumda bo'lsin, hammasida shu holat, ya'ni hech qanaqa o'zgarish yo'q. Endi bu yerda yana birinchi signallardan biri, ya'ni buni yana aytib o'tdim. Bu haqida darslik qilganman, ya'ni bepul darsliklar guruhimizda turibdi, SMT Divergensiya degan. Bemalol o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Mana shu narsalar juda chiroyli ishlab beradi bozorda. Ya'ni birinchi signallardan bo'ladi bu. SMT Divergensiya Bitcoin olgan, Ethereum esa hali olmagan. Ahamiyat beryapmiz. Ethereum mana bu likvidni olmagan. Bu olishlikka majbur emas. Ya'ni Bitcoin o'zi olsa yoki Ethereum o'zi olsa, bittasi olmasdan ham qo'yaveradi. Ya'ni ko'pchilik hozir Ethereumga mabodo signal kirgan bo'lsa, mana bu likvidni olish kerak deb kutib o'tirilmaydi bunaqa paytda. Bitcoin oldi, reaksiya beryaptimi? Ethereum oldi, reaksiya beryaptimi? Mana shu joydan sekin bozordan chiqib turgan ma'qul bo'ladi. Mana boyaganda aytdik, ertaman, ya'ni sotadigan joydan biroz chiqdi-da, mana qarang, kalla tashlashini. Nima uchun? Qarshilik zona bo'lganligi uchun sotuvchilar bor bu yerda. Sotuvchilar o'z kuchini ko'rsatyapti. Endi yana aytaman, $4000 buzilmagungacha, ya'ni mana shu zonalar umumiy holatda mana shu zona buzilmagungacha biz bo'lishlikda davom etamiz. Ya'ni bu qisqa korreksiya yana yuqoriga. Yana qisqa korreksiya yana yuqoriga.
balki bu o'ziga bir range qilib diapazon ichiga tushib beradi. Bu ham yaxshi degani, ya'ni altcoin'lar yana biroz tushadi. Shu bilan altcoin'lar ham nima qilib beradi? Yurish boshlab beradi. Ya'ni Bitcoin mana range'ga tushayotgan paytda, mana bu diapazon ichida bu korreksiya qilgan paytda altcoin'lar yana bitta korreksiya qilib beradi va bu range ichida yurgan paytda esa altcoin'lar bizda yaxshigina o'sishlik ehtimoli yuqori bo'ladi. Hop, mana bu esa Bitcoin dominansi o'sha qarashdamiz, ya'ni pastga yaxshigina tushdik, supportlarda kuch oldik. Mana buni yana bitta olib, keyin pastga tushishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni olishligi, yana aytaman, 60% larga to'g'ri keladi. Bu degani altcoin'lar bizda yana bitta korreksiya qilib berish ehtimoli yuqori degani. USDT dominans buni ham mana support zonada, ya'ni support 470 larga tushib, 470 larga to'g'ri 69 ga tushibdi. To'g'ri 70 largacha target berdik. To'g'ri 70, to'g'ri 60 qilib, ya'ni to'g'ri 90 dan berganmiz. To'g'ri 90 birinchi target, mana bu joylarda aytilgan. To'g'ri 80 ikkinchi target. To'g'ri 70 esa 3-chi target bo'lgan. Mana 3-chi targetga ham tushibdi. Endi bu ham bu yerda nima qilib berishi mumkin? Yuqoriga korreksiya. Korreksiya qayergacha bo'lishi mumkin? Kunlik time frame da ko'radigan bo'lsak ham, ya'ni bizda mana yuqorida FVga qolgan, mana shu shamda 0.5 gacha bo'lsa ham korreksiya qilib berishi mumkin. Bu degan 483. Agar yuqoriroqgacha, mana bu order blokgacha chiqib beraman desa, bu 5% gacha chiqishi mumkin degan. Bu degani bizda altcoin'lar yana yaxshigina korreksiya qilib berish ehtimoli yuqori degan. Shuning uchun vaziyatga qarab, fodadagi ko'llarni fodasini vaqtida olib, bu USDT dominans mabodo yuqoriroqgacha chiqsa ham, ya'ni 5% gacha chiqsa ham, yana bizda altcoin'lar diskountga tushadi, oy boshi to'g'ri keladi. Noyabr oyi, ya'ni bizda oylik candle ochilishligi pastga, keyin yana yuqoriga bo'lishi mumkin bo'ladi. Va altcoin'larni ana shu diskountga tushgan paytda sotib olsak, keyingi harakatimiz esa bizda to'g'ri 60 va undan keyin esa to'g'ri 40 gacha bemalol ishlab olsak bo'ladi deb bilaman, Alloh alam. Umumiy mana total 3, ya'ni altcoin'larda umumiy holatini kuzatadigan bo'lsak ham, ya'ni bizda ko'proq mana shu, ya'ni aslida biz qaysi altcoin'lar bilan ishlaymiz desa, shu Ethereum, Bitcoin'dan tashqari bo'lgan top 500 tali altcoin'larda ishlaymiz market cap'dagi. Ularda umumiy analiz qilishlik uchun shu total sireni maslahat beraman, ya'ni total 3 ta. Bunda ham bizda mana order blok qarshilik zonadamiz. Bu yerdan reaksiya berib pastroqqa tushsa, pastdagi support zonadan kuch olib yana bitta yuqoriga chiqishimiz bor degan. Ya'ni mana bu likvidlarda olgan. Demak, prosta tak hozir qisqa muddatli savdo foydalarni olamiz, stoplarni ko'taramiz. Keyingi korreksiya qilib bersa, bu korreksiyadan yana savdo kiramizda. Shu bilan nasib xudo xolasa 1 trilliongacha bemalol ishlab olsak bo'ladi. Alloh a'lam. Hop, foydali